astag'firulloh va atubu ilayh yoki astag'firullohni o'zi aytdik 40 ming marotaba kim astag'firullohni aytsa xohlagan butun g'ami yechiladi. Farzandsizmi farzandli bo'ladi. Ish yurishmayaptimi ish yurishadi. Muammoga kirib qolganmi muammosi yechiladi. Qamoqdami Alloh taolo yengillik beradi. Nima muammosi bo'lsa adadini astag'firulloh va atubu ilayh qiyinmi? Oson. Astag'firulloh istig'forni 40 ming adadga yetkazing bugun. Alloh taolo 40 ming adadgacha yoki o'sha adadga bormasdan Alloh taolo yechadi. Mana qarzdormisiz? Birovdan qarzingizni ola olmayapsizmi? Hayotingiz bugun qiyinmi? Tijoratingiz yurishmayaptimi? Birodar 40 mingta istig'for ayting. Astag'firulloh va atubu ilayh. Erinmasdan ayting. Xohlang 1 kunga ayting, xohlang 10 kunga ayting. Alloh taolo fazl va marhamat bersin. Yaxshilik va barakot bersin inshaalloh.